turmush o'rtog'ingiz kitob bo'lganda unga nima deb nom berardingiz? Kommentlarni o'qib yumalab qoldim qizlar. Kitob bo'lganlarda yo'q borardim. Ona etagidan tushmagan 30 yoshli bolakay. Dinozavrlar davrida tirik qolgan to'nka dinozavr. O'siroqlar hukmdori. Kredit olishning 1001 usuli. O'zbek xalq so'kinishlar audio kitobi. Divalarni qutqaruvchi yoxud kuydirgi. Eri yo'q ayollarga yordam beruvchi jahongashta retsept. Ichida yaxshilarim bor ekan, duolarimning ijobati. Meni boqish uchun osmondan tushgan farishta, o'zini unutib oilasi uchun kurashayotgan erkak, nashriyotning xatosi, konturshunos, onasidan ajralmagan buzoqcha yoxud 30 yildan beri bolasini qo'yib yubormagan sigir, tualet quroli, xasislikning 1001 siri. Muqovasi chiroylidek ko'ringan, lekin o'qib chiqsang, vaqtingga, umringga achinadigan ma'nosiz, miyasiz kitob. O'zbegimizda ayollarini shunchalik so'z boyligi kengligini endi mana shu kommentlar o'qib bilibman qizlar. Sizlarga ham savol, erlaring kitob bo'lganda nima deb nom bergan bo'lardilar?